Qadrli obunachilar, bugun ikki arqonni bir-biriga ulashtirib o'rgataman sizlarga. Oson usulini. Bilmaganim, bilganim qilaveradi. Arqonimizni birinchi bunday ushlab olamiz. Mana orasiga solamiz. Xuddi shu narsani takrorlaymiz mana. Mana bunday holatda ushaladi. Bosh barmoq xizmatiga tiqib turib bir aylantirasiz. Shunday aylantirgan holatda bosh barmog'ingizni qaytarib orqasidan arqonni olib chiqasiz bu yoqqa. Arqon ulandi. Bu eng oson usuli mana. Bir-biriga tortasiz. Mana bunday bo'lib ulanadi. Hech qachon chiqib ketmaydi bu. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar.